Yaxşımısınızlar dostlar? Unda olsa biz dersimizni davomlashtiraylik. Oldingi qatimda biz bugungi g'ijekniki mau qo'sa qismini sesni o'rgangan shundaqku. Endi bugungi mau ostin qismini yasaylik. Avval biz bugungi mau keyni bilan mau oldin qismini itutaylik. Ya'ni qaranglar. Edge shundaqku. Qire. Biz mau siziqni tanlab olgandan keyin qo'lim taqsidan shiftni bosib turib mouse'ni o'ng qo'limizga bosgan vaqtda extrude shundaqku. Biz buni andan chiqarib olgandan keyin qo'lim taqsidan R ya'ni mau R qo'limizga bosgan vaqtda buni cho'ngaytirish belgisi chiqadi-ku. Cho'ngaytirish kichik chiqaradi. Shuning orqali buni bir bo'lak chiqarib oladi. Undan buni o'rnini tanlab bo'lgandan keyin davomliq yana bir qatim chiqarib olib, undan keyingi qatimda biz buningki chekitlarni tanlaylik. Tanlab bo'lgandan keyin mau chekitlarni birlashtirish buyrug'i, ya'ni shiftni bosib turib chiqqan mouse'ni o'ng qo'limizga bosgan vaqtda chiqqan tizimlikda eng ustida barliq chekitlarni tanlangan chekitlarning hammasini ulaydigan, hammasini birlashtiradigan buyruq. Mana qaranglar, hammani ulab bir tal chekitga aylantirib beradi. Ondan mau siziqni sal kichikroq qilaylik. Ondan yoki bo'lmasa mau buyruqni basak, o'zi ma'ning eng siliqaliga kelib beradi. Miyaga birini beraylik. Ondan mau sal ichiga kirish kerak. Ma'nim shu. Shundan bilan buning keyingi qismi etilib ketdi shunaqo. Endi oldiga keldik. Oldin yetishda oldirmaslik kerak. Nima uchun degan vaqtda oldiningki ya'ni mana o'xshash xarak o'rlashgan biliki bor shunaqo. Bu oldiningki doirasi qanchalik biz buni texnik bilmaymiz. Shuning uchun biz yon ko'rinishga kirib turib mau biz ekirgan mau bet tadroqatda biz buni oyoqqa yursak to'g'ri. Bu yoqqa turib endi qaraylik. Mau biz buningki markazni o'tirga qo'yib turib, undan o'rnini belgilaylik. Oldi ko'rinishda bir qarab boqaylik. Oldi ko'rinishda chatoq yo'q. Yon ko'rinishga kelgan vaqtda mau X baslik bor ekan. Bu nima uchun degan vaqtda mau biz ekirgan rasmning o'rni xato ekan. Qaranglar. Oldi ko'rinishda mau yangi asosiyatini dasigan, lekin yon ko'rinishda bo'lsa dasmay qolibdi ekan. Mana endi bo'ldi. Buni mana bossak, qo'niqdan mana bosgan vaqtda rasmni ham modelini ko'ra olamiz. Chunki kichik misli bordek his qilyaptimi? Maşık baş resmini joyiga kelib turib bir ko'rib boqaylik avval. Yana modelni o'rnini
Bunun o'rnini taxminan müsünçik tensiyeli. Betninki bir sal kichikdek turdi shunaqa. Endi bu yerda bu tursin. Mana o'rnini joyiga qo'yaylik. Taxminan bir şey shunaqa. Endi miyada bu mana boshqa vaqtda X nur shaklda ko'risha, ya'ni bu oldi keyni hamini ko'kil bo'ldi. Miyada bir siziq bo'lish kerak shunaqa. Mana bu robot g'ijakninki yuziga dalmisi shunaqa. Endi bu ortiq bo'lakini suyutaylik. Mana bu shu haqiqiy g'ijakninki tarninki chelish o'rni, ya'ni bu xarakterni o'rnashga o'rni shunaqa. Bu yana o'xshash usulda siziqni tanlab turib extrude. Yana davomliq bu chekitlarni yana o'xshash usulda birlashtirib o'taylik. Endi bu chuqum mana qattiq bo'lmaydi shunaqa. Bu chuqum ozroq siliq bo'lishi kerak. Ya'ni qaranglar. Men qanday qildim degan vaqtda shift bostirib mouse'ni o'ngga bosgan vaqtda men multicad baya bir so'z degan shunaqa. Undan mayada knopka taqdim, kontrol bosib turib qilsanglar mana siliqning ustiga xalqa o'ringa mana lob shaklda, ya'ni aylanma shaklda siziq qo'ygan bo'ldi. Qilib bo'lgandan keyin biz siziqni tanlab turib, ya'ni bu yeyishtirish qo'ysaklar ba'zi bir siziqlarninki o'rni toza yumshoq emas, bir xil menga qarasak bir xil ichi kirib ketgandek tuyg'u bor ekan. Bu sirtir ekan shunaqa. Bu yerda shunda bir masala bor ekan. Chuqur tafsiliy qilishimiz kerak buni. Nima? Bu ham o'xshash.
Hazır bu şekil şunday yumuşak çıktı ya. Hazır şunday yumuşak alıp geldi. Endi biz bu aslan kısmını yazaylı yeni. Tızgı terip koyduğun belekini işlep bu. Biz bunu qanday yazayımız degan vaqtda. Men avval buni bir qavatga ayirib yumshoq qilib turay. Undan bu yana ayrim ko'rsatsak, bu yerda bir o'qqa nisbatan simmetrik shakl bo'lgan shunaqa. Undan ustida bir qo'saq qismiga ulangan bir bo'ligi bor ekan. Biz create yerda CV curve tool deb bir buyruq bor. Ya'ni siziqsizdigan buyruq. Mishadan boshlab siz nima uchun degan vaqtda ustunki bo'ligi bo'lsa, ustunki bo'ligi mishadan boshlab ustunki bo'ligi bo'lsa, buningki yilqi qo'saq qismiga ulangan bo'ligi. Qaranglar, men rasmni ko'rib boqaylik. Bu yeri ayrim yasaldi. Qarang. Ayrim yasab bo'lib, aniki ulaymiz oxirida. Konum tavsiyesinden shift'ni bir sağlamakta ama sızıp yoki tik şekilde yoki teksi şekilde tüzmağıdır sızık. Mesela shift'ni basmağında bana söz erkin mağdur. Shift'ni bir sağlamakta bana bu tik demek ki okunum horizontal yoki vertikal şekilde. Yama yakka, yama yakka. Bunu biz davamlıq təhlilləsək oldu. Davamlıq təhlilləb bunu ən köngülgə qədər qoyduğumuz. Sıxnısız boğandan keyin qarang. Bu sızıq çoğu. Hem de surface yani surface'nin içinde üçüncüsü yani reveal ve bu buyruk nima degan vaqtda o'qni markaz qilib turib 360 gradus aylantirish orqali bir shakl hosil qildi. Ya'ni apply. Buni nima ta'dirib qoldi degan vaqtda biz sizgan siziqninki yönlüşü tədirqalıq üçün. Yəni bu yerdə bir 0 çəkit var. 0 4 şəkil. Anki u. Demək bu məşə yönlüşdə məğan. Əmdə biz bunu kurvasının içində reverse qılsaqlıq bununki yönlüşünü almaq etəyəm. Hazır mənə gəldi. 0 u çəkit. Bu içməndə. Əmdə elə buyruqni bəsək. Bu çizim
Şekil 10 çıktı işnaqı. Endi en ahir qatında nima degan vaqtda biz miyada bir xarak qismi bor ekan. Biz bu shu xarak qismini yasak, ammo bu tizg'i teyib qo'ydigan teri qismi ishnaqa, terib qo'ydigan qismi. Bu narsaydi. Uni qanday yasaymiz degan vaqtda bunun shakli oldi ko'rinishdan qarasak, yan ko'rinishdan qarasak, bu uch qismi inchga, tuyi to'mga ishnaqa. Bundan sonra biz bunu mu şu sphere'dan bayılып yasab chiqsak bo'ldi, ha? Sphere'ni qanday qo'yishdi bizlar bu? 90 gradus o'rib olgandan keyin muvafiq tansiy bo'ladi yandan. Mushu bo'ldi ki. Yandan taxminan mushu dayatgan bo'lsa qilib segmentni ko'paytirsak qilib mana udilib olib bo'ldi. Yutib oldi ko'rinishida Şöyle turupla tahminen üçüncülük kendilikte kolaydı. Ondan Şu bölgeni biz put yasaymiz bu. Invert selection yani tədrisini tanlaş. Şundan çıktı. Ama segment azıp qo'yaga, segment qo'yaylik. Bundan bularninki o'rnini değiştirib deylik. Sizlar qilib keldi. Kep bo'lgandan keyin navada bu kamib qolgan bo'lsa yana bu tarlashtirsak bo'ldi. Taxminan shunchalik. Hamda mana ikki dona chekitninki o'rni, mana chekitlarning o'rni Jüyteyli bu chekitlarni. Jüytgandan keyin bu mana shakli keldi. Hamda mishqimiz degan vaqtda bu yerga bir segment qo'yaylik. Biz mana detach komponent qilib, mana yerimini jüyteylik. Ondan bu yana bunda qilsaqlar yerki shakl shu bulon shaklda yo'qoldi. Şundan biz bunu modifier'ın içinde ma sansperlerini nol qilish buyrug'i bor shunaqa. Mana sansperlari nol bo'lib ketdi. Undan buni biz mirror yani -x o'tgandan keyin bu tarafga ko'payib chiqdi. Undan yuzini tanlab turib extrude. Undan ichiga saq mana bu biz o'ylagan jism hosil bo'ldi. Bu neymiş qarib qoldi degan vaqtda boyan bir yo'liqdi bu masalaga. Ya'ni mana bu normalsi ta'tirib qolgan. Ya'ni mana shu plane'ninki yo'nalishi ta'tir, ichiga bo'lib qolgan. Biz buni o'xshash uchun merge display'ni cheksanlar bu yerda reverse, ya'ni
örüş. Şundan biz bunu 10 euro alayımız. Ondan bu yerge ısıqlanıp qoyulub yegim şu astığım şu ısıqlanıp qoyup algandan keyin malani yeyiştirib bunun qırı yo'q bo'ldi. Ondan bunu detaylı ondan bir qatam sımız qilsak bu texim chiroyli bo'ldi. Şunun bilan bu aslan bölgini yasash imshal oyoqlashdi. Endi miyada keyingi sonraki darsimizda mana qo'saq tutashgan bölgini yasaymiz. Unda bo'lsa keyingi darsimizni anglashinglarni umid qilaman. Xayr xo'sh.